Agroxizmatlar markazining Sho'rchi tuman bo'limi xodimi bilan birgalikda dastlab fermer xo'jaligining g'o'za parvarishlanayotgan maydoni chamalashdan o'tkazildi. Natijalariga ko'ra 1 gektar maydonda o'rtacha 204 ming 205 ming atrofida ko'chatlar mavjudligi yoki bir tup g'o'zada 12-13 dona bo'liq ko'saklar mavjudligi ma'lum bo'ldi. Ushbu holatdan kelib chiqib, joriy yilning 1-2 avgust kunlari gektariga o'rtacha 2 kilogramdan etifon preparati bilan ishlov berilgandi. Mana bugun 11 kun bo'ldi, natijalarni dalada yaqqol namoyon bo'lib turibdi. O'rtacha 70-75% paxtalar to'liq ochilgan. Mana ko'saklar ham to'liq yetilgan, yiriklashgan. Quyosh nuri g'o'zaning eng past qismidagi ko'saklargacha to'liq yetib boryapti. Fermer xo'jaligi tomonidan g'o'zani 3 bosqichli defoliatsiya qilish bo'yicha uslubiy tavsiyalarga amal qilgan holda navbatdagi defoliatsiya tadbirlarini o'tkazish, undan keyingi desikatsiya tadbirlarini o'tkazish bo'yicha tavsiyalar berildi. Rahmat.